Assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimizni bugungi ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yangilanish fasli Navro'zingiz muborak bo'lsin. Sevinchdan ko'zimda yosh, o'zgacha porlar quyosh. Qutlar seni, qari yosh, xush kelibsan Navro'zoy. Sog'inchlardan yasay sizga guldasta, guldastaga qilib qalbim payvasta. Olislardan turib deyman men asta, Navro'zi ayyom muborak bo'lsin. Navruz meyrami qutli bo'lsin, ulus o'ng bo'lsin, aq mo'l bo'lsin. Qayda barsang yo'l bo'lsin, ulug' xalqim to'q bo'lsin. Qayg'u-vayimi yo'q bo'lsin, quvonchlari ko'p bo'lsin. Ultimizning meriyin o'sirib, bar bo'lmasimizni ayshqaytin qasiyatli Navruz merikesi yelimizga har bir o'tbasına birlik bilan quvonish, qut bereki, baqt bilan mo'lshilik akilsin. Ulus o'ng bo'lsin, aq mo'l bo'lsin.